qadri baland qadrdonlarimiz, tinglab turganingiz g'oyibona bo'lsa-da, mehr va quvonch ulashib kelayotgan dil izhorlarim tabrik loyihasi. Sizlar bilan ushbu loyiha boshlovchisi, ko'ngilga yaqin ko'ngildoshingiz men Mahfuza Narzullayevna. Bugun o'z tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etgan holda loyihamizga kelgan galdagi tabriknomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Bugun Toshkent shahrida istiqomat qilib keluvchi fayzli xonadonning go'zal bekasi, farzandlarining mehribon onajonisi bo'lgan Umid opamiz o'zlarining muborak 43 yoshlarini qarshi olibdilar. Shu munosabati bilan mehribon akajonisi hamda kelinoyijonisi tomonidan yo'llangan ajoyib tabriknomamizni tug'ilgan kun sohibasiga yetkazib qo'yamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Umid opa bilan bog'landikmi? Ha, men Umid opam. Opajonim, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat, yaxshiman. Ayni damda Samarqanddan dil izhorim Telegram tabrik jamoasidan bezovta qilmoqdamiz opajonim. Rahmat. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz munosabati bilan sizning nomingizga ajoyib tabrik va dilnomalar yetib kelgan. Rahmat, kerakkan pullar. Tashakkur opajonim. Avvalambor sizni bugungi tavallud kuningiz, shukronalik ayyomingiz qabul aylagan 43 yoshingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umr yo'llaringiz, qilgan solih amallaringiz yaqinlaringizning mehr muhabbati ila yorug' va ravon bo'lsin. Ilohim bunday ishlarning ko'pini ko'rib, hamisha yaqinlar ardog'ida, baxtlilar qatorida Allohimning panohida bo'lib bering opajonim. Rahmat, rahmat. Tashakkur opajonim. Nima deb o'ylaysiz? Sizning ko'nglingizni oz bo'lsa-da ko'tarish maqsadida o'zlarining ajoyib tabrik va dilnomalarni yo'llagan mehribon insoningiz kim bo'lishlari mumkin? O'g'li yengam. Albatta, siz bu kun barcha yaqinlaringizning tabrik va dil izhorlariga loyiqsiz opajonim. Yana bitta taxmin qilib ko'ra olasizmi? Iman Xadija. Afsuski, birozgina adashdingiz opajonim. Yo'q, afsuski topolmadingiz opajonim. Sizni jonidan ham ortiq yaxshi ko'ruvchi suyangan tog'ingiz, akajoningiz G'ofur aka hamda jiyanlaringiz nomidan sizni hamisha hurmat qiluvchi, cheksiz qadrlovchi insoningiz Zarifa kelinoyingiz sizni bugungi shukronalik ayyomingiz bilan chin yurakdan muborakbod etmoqdalar opajon. Tashakkur, boringizga shukrlar bo'lsin. Hamisha mana shunday yaqinlar ardog'ida suyukli bo'lib yering ilohim opajonim. Opajonim, qimmatli vaqtingizdan 2-3 daqiqasini ajratsangizda sizga yangijoningiz tomonidan yo'llangan ajoyib tabriknomasini yetkazib qo'ysak. Albatta. Tashakkur. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz va qadrli bo'lgan qadri baland qadrdonimiz singiljonim, sizni bugungi shukronalik ayyomingiz qabul aylagan 43 yoshingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Barcha yaqinlarimiz baxtiga, farzandlaringiz baxtiga hamisha aziz boshingiz omon bo'lsin. Ilohim, Allohim barcha niyatlaringizni va orzu istaklaringizni ijobat etsin. Allohim hayotingizni nurafshon, ko'nglingizni xotirjam, yuzingizni yorug' qilsin. Sizga tuganmas shodlik, ikki dunyo baxtini, taxtini tilaymiz. Hamisha bahor gullaridek ochilib, nurli yuzingizdan hech qachon kulgu tabassum arimasin. Bu hayotda ko'rgan, kechirganlaringiz faqat quvonchlar bo'lsin. G'am, alamlar sizdan yiroq bo'lsin. Qalbingizdagi go'zal tilaklaringizni barchasi bu hayotda amalga oshsin. Rabbim sizga kutganingizdan-da xayrlisini, so'raganingizdan-da afzalrog'ini ato etsin. Bosgan har bir qadamingizni jannat tomon yo'lak qilsin. Ilohim, biz jigarlaringiz baxtiga hamisha oltin boshingiz omon bo'lsin. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Duolarga ochib kaftlarni, sizga tilab tillo taxtlarni, yaratgandan so'rab baxtlarni
Bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz. Halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qilib o'zingiz. Eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab, yomondan yiroqlab, yaxshiga yo'llab, yaqinlar baxtiga sho'x-shodon quvnab, har lahza hayotda omadingiz kulsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya mana shunday ajoyib dilnomalarni siz tomon yo'llabdilar opajonim. Rahmat, Allah razı bo'lsin. Rahmat kattakon. Iloyim bolalariga bosh qo'yib yursin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin, akam bilan birga qo'sha qarib yursin ilohim. Tashakkur opajon. Rahmat, rosa mazani qildim. Sizga ham rahmat, sizlarga ham ishlaringizga rivoj, ilohim mana shunaqa hammani ko'nglini chog' qilib, xursand qilib yurish har doim abadiy bo'lsin ilohim. Sizlarga ham rahmat. Ilohim. Tashakkur opajonim, boringizga shukrlar bo'lsin. Hamisha yaqinlaringiz baxtiga, farzandlaringiz baxtiga, aziz boshingiz omon bo'lsin. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga erishib yuring ilohim. Turmush o'rtog'ingiz bilan qo'sha qarib, hoji ota, hoji ona bo'lib, hamisha davralarning to'rlarini to'ldirib, farzandlaringizni duolar qilib yurishda hech qachon charchamangizlar ilohim. Rahmat. Tashakkur opajonim, agarda sizning ham yaqinlaringizga, akajoningizga, kelinayingizga salomlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin opajonim. Men akam bilan yangam baxtli bo'lsin, bolalarim rohatlanib ko'rsin. Chalik menga e'tibor qilib tabrik jo'natdi. Rahmat e'tibor uchun. Menga kirsin, dunyo turgancha tursin. Ilohim opajonim. Opajonim, oz bo'lsa-da ko'nglingizga yaxshi kayfiyat ulashgan bo'lsak mamnunmiz. Judayam xursandmiz, gapirolmayapti xursandchiligida. O'shani men opachasiman, xursand turibman. Yig'layapti, xursand bo'lyapti. Xursandchilik ko'z yoshlari bo'lyapti hozir. Tashakkur opajonim. Qadrlisiz, arzisiz opajon. Hamisha mana shunday akajoningizni, yangajoningizni, barcha yaqinlaringizni sizga bo'lgan mehri, muhabbati hamisha bardavom bo'lsin ilohim. Amin, ilohim aytganingizga rahmat. Tashakkur. Tug'ilgan kuningizni yaxshi kayfiyatda, yaxshi insonlar davrasida o'tkazib oling. Yanagi yillar ham mana shunday g'oyibona bo'lsa-da, diydorlashni Allohim sizu bizga nasib ro'z aylasin. Amin. Aytganingizga rahmat sizga. Alhamdulillah. Rahmat. Tashakkur. G'oyibona suhbatimdan mamnunman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling opajonim. Rahmat, sog' bo'ling, sizlarga omad, sog' bo'linglar, rosa xursand bo'ldik. Tashakkur. Salomat bo'ling. Rahmat. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
Baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.